Viloyat o'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasi tomonidan viloyatni manzarali daraxt va butalarga jiddiy tahdid solayotgan archa unsimon qurti hamda boshqa xavfli zararkunandalarga qarshi yo'naltirilgan keng ko'lamli kurash tadbirlari tashkil etildi. Mazkur ishlar ayni paytda viloyatning barcha shahar va tumanlarida izchil ravishda davom etmoqda. Tadbirlar viloyat, tuman va shahar hokimliklari, qishloq xo'jaligi va obodonlashtirish boshqarmalari hamkorligida olib borilmoqda. Maqsad yashil hududlarni muhofaza qilish, ekotizim barqarorligini ta'minlash va aholi uchun sof ekologiyani saqlab qolish. Ayniqsa yo'l bo'ylari, o'rmon xo'jaliklari, istirohat bog'lari, madaniy yodgorliklar atrofidagi maydonlar, korxona muassasalar va aholi turar joylari yonidagi manzarali daraxtlar to'liq xatlovdan o'tkazildi. Har bir hududda fitosanitar nazorat o'rnatilib, zararli organizmlar aniqlangan hollarda ularga qarshi maxsus tadbirlar amalga oshirilmoqda. Archa unsimon qurtiga qarshi va bundan tashqari o'rgamchakkana va boshqa zararkunandalarga qarshi kimyoviy kurash ishlarini amalga oshirish bilan birga biostimulyatorlar, ya'ni oziqlantiruvchi, o'sha yashnatuvchi biostimulyatorlar bilan birga ishlov berib, mana shu archalar, kasallangan va zararlangan archalarni o'z holatiga keltirishlari amalga oshirilmoqda. 2024-yilning may oyi holatiga ko'ra 149.858 metr kub daraxt va butalarda namli usulda zararsizlantirish ishlari olib borilgan bo'lsa, joriy yilning may oyida bu ko'rsatkich 366.573 metr kubga yetdi. Bu esa zararkunandalarga qarshi kurash miqyosi ortib borayotganini ko'rsatadi. Ayniqsa archa unsimon qurti tarqalishi kuzatilgan hududlarda daraxtlar ostidagi tuproq, tana qismi va barglari sinchiklab ko'rikdan o'tkazilayotgan bo'lib, zararlangan ko'chatlarni boshqa hududlarga olib o'tish qat'iy taqiqlangan. Tuman o'simliklar karantini va himoyasi bo'limlari doimiy nazoratni amalga oshirmoqda. Zararkunandalar aniqlangan paytda karantin talablariga muvofiq shoshilinch choralar ko'rilyapti. Samarqand shahar obodonlashtirish boshqarmasi va Samarqand viloyat o'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasi hamkorlikda shartnoma tuzilib, temir yo'l hududidagi mina-bargli daraxtlarga o'rgimchakkana va oq pashsha zarar yetkazayotganlar shu uchun kimyoviy ishlov amalga oshirilmoqda. Kasallangan mina-bargli archalarimiz ko'payib bormoqda. Shuni oldini olish juda muhim deb o'ylayman. Fitosanitar nazorat davlat inspektorlari ushbu jarayonlarni muntazam ravishda kuzatib, nazorat ishlarini tashkil etmoqda. Ushbu amaliy ishlar zararkunandalarga qarshi kurash nafaqat ekologik barqarorlik, balki hududning estetik qiyofasini saqlashda ham katta ahamiyatga ega.